Hurmatli onajonlar, sizga murojaatim bor. Men bir necha bor farzandlarning, ayniqsa o'g'il farzandlarning onasiga dovushini balandlatib, qo'pollik qilib, "Bo'ldi, namchi ko'p gapirasiz, bo'ldi deb hadeb aql o'rgataverasizmi, o'zim ham katta odamman-ku" degan tarzdagi munosabatiga guvoh bo'ldim. To'g'risi bundan xafa bo'ldim, jahlim ham chiqdi. Bilasizmi, hurmatli onajonlar, nega mana shunaqa vaziyatda, ya'ni o'sha o'g'il qizingiz katta bo'lib qolib, sizga qo'rslik, qo'pollik qilganda, dilingizni og'ritganda, indamaygina ichingizga yutasiz. Men bunga juda ko'p guvoh bo'ldim. Axir u sizni farzandingiz bir parcha go'shtligidan bor mehr muhabbatingizni berib uni tarbiyalab voyaga yetkazgansiz. Va nega baqirma menga, dovushingni ko'tarma, men seni onangman deyishga jur'at qilmaysiz? Nega ichingizga yutib, dilim og'ridi deya qolaverasiz? Nega? Farzandingiz to'g'ri, u sizni yaxshi ko'rishga, sevishga majburlamaymiz. Chunki bu qalb, yurak ishi-da. Buni tarbiyada o'rgatamiz. Bunga majburlamaymiz. Lekin u ona sifatida sizni hurmat qilishga majbur. Siz uni boringizcha, bilganingizcha, o'zingizni ota-onangizdan o'rgangan o'sha tarbiya modulingiz asosida tarbiya bergansiz. Uni boqib, ulg'aytirgansiz. Men yaxshi tarbiya bera olmadim, bolamni yaxshi omadli bo'lishiga sababchi bo'la olmadim degan fikringiz ham xato. Siz farzandingiz mana shunday bo'lib qolganiga aybdor emassiz. Chunki siz ham bilganingizni boringizcha bergansiz. Lekin farzandingiz sizni hurmat qilishga majbur ekanligini aytishga siz haqlisiz.